Bismillahirrahmanirrahim. Солилецкийда біз мына шушы номер бойынша орнаштық. Персианова 9 yazılı. Bir yakta домашняя кухня, а bu yakta çayxana Taşkent. Onun turda yanıdan silermin. Şunday maşına koyurğa dvorları var. Bizning maşına. Şunday şeşkeler orasında ornaşkan, mındag ibret. Alla köpme. Komnataları. Men endi vannalarım, tualetlarim ko'rsatib ketdim. Bek чисто. Shkrinallan martaba yig'ishtirib turalar mana. Kishiga bitganda eng birinchi tualet kerak, Shundan so'ng vannalari, dushovая kabinalari mana shulay ship-чисто. Ship-чисто eskitarlik. Bu endi, конечно, tigi yevro variant tugul. Bu шашлычно-мангальный zonalari var. Kirlar ilarga o'rinlari var. Mana shulay domlar, kvartiralar debeydi bilmaydi. Bölme. Mana abzilar уже mında baliq ashab o'tiralar, obed. Mana shay icha turgan yerlar, oshay turgan yerlari. Холодильник, alla ko'pmi холодильник. Endi второй этаж deb ataladi. Elektron yerlari. Toshkent. Bizning tualet vanna bilan biz yashadik. Mana shu bo'lmaydi. Yig'ishtirib bitmagan ekan edi. Mana shu 5 o'rinliq bo'lmaga konditsioner, televizor bilan всего лишь 3000 gina to'ladik. Shoqqa tursin haqlarmanda. Хозяйканың исеме Гүзел, приимчивый человек, молодец. Qay bir bo'lmalardan dey ventilyatör, bizda endi konditsioner bo'ldi. Mana shulay 3 kun bo'ldik. Bek o'xshadi. Bugun tushdan so'ng endi yo'lga chiqamiz, Alloh bilsin. Bunda tuni muzika. Mana bu chayxonaga o'xshab yurdik biz. Hozir onda boram tushiraman. Nuqtamni tushiraylik, eskib kechish. Rahmat sizga.